Orqa ketlarga yaxshilab e'tibor beringlar. Xudo xolisa sifatli, yaxshi shved bo'g'ozlardan ko'rsatamiz. Yemoq ichmog'ini ko'ryapsizlar. Xudo xolisa aka-ukalar, yemoq ichmog'i 2 yeydiganlaridan. 3 boshli so'raganlarida qornida 7 oy, bu yerda aka-ukalar 9 oylik novvoschasi bilan. Xudo xolisa aka-ukalar, bir boshdan ma'lumotlarni beramiz. Xudo xolisa videoni uzmasdan oxirigacha kuzatinglar. Sizlar uchun shunaqangi sifatli zo'rlardan inshaalloh topib qo'ydik. Mana aka-ukalar, yemoq ichmog'ini ko'ryapsizlar. Xudo xolisa hammasi ishtahalari yaxshi. Endi ko'rsatganimiz sababi ko'ngil to'q bo'ladi, behijolat olaverasizlar. Dastlabki butun O'zbekiston bo'ylab bor. Sog' salomat yetkazib olib borib beramiz. Keyin mana Shaharxonda mashhur pichoqlardan bonus tariqasida polvon akaning nomerlari. 90lik kodi bilan 773 80 20. Video uzmasdan shunday laykni bosib qo'ying. Xudo xolasa biz boshladik. Chap tomonda ham shvedlar, keyin o'ng tomonda ham shvedlar. Xudo xolasa aka-ukalar, bugungi bitta katta yangiligimiz bor. Endi yangilik deganda xudo xolasa polvon akaga yangilik. 3 boshligidan bolasi, qaranglar. Bolasi pachka, novvoscha. Mana ko'ryapsizlar. Toza qonligidan, orqa ketlari baland. Keyin qornida ham buni bolasi bor. Xudo xolasa 7 oylik. Tashti yetuk bo'g'oz desak ham bo'laveradi. Inshaalloh aka-ukalar birinchi qoringa sifatli bo'g'ozlardan birma-bir ko'rsatamiz. Kimgadir narxi, sifati, biz bergan ma'lumotlar yoqsa, ekrandagi polvon akaning nomerlariga telefon qilib, savdolarni qilib, xudo xolasa, kelishib uylargacha olib borib beradi. Dastavkadan umuman o'ylanmaysizlar. O'zbekiston bo'yicha bor. Kelishilgan holatda har bir viloyatga, har bir shahriga mashinadan muammo yo'q. Xudo xolasa shved ishqibozlar uchun bugun kerakli, foydali bir manfaatli video qilib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa aka-ukalar, sizlardan bir donadan like bosing, qo'llab-quvvatlang. Xudo xolasa bizga pul bermaydi, lekin puldan muhimroq motivatsiya beradi. Inshaalloh aka-ukalar 3 boshli so'raganlarga olib kelib qo'ydik. Bu molimiz xudo xolasa sotildi, dastavkaga chiqib ketadi. Xo'p, aka-ukalar, manzillarimizni yana bir bor eslatib o'taman. Andijon viloyati Shaharxon tumani Kannachidan polvon akamiz xudo xolasa mini firmasidan obzorlarimizni qilib o'taveramiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, Dostonbek. Tanijon sog'. Ikkinchi marta. Ikkinchi marta so'rashib ko'ramiz. Ikkinchi videomiz. Tanijon sog', uydagilar tinchmi? Dostonbekda podpischiklari, O'zbekistondagi, musofirdagi hammalarga assalomu alaykum deymiz. Tanijonlar sog'mi? Xudo xohlasa. Dostonbek bugun inshaalloh shved va yana shved. Ne gap? Xudo xohlasa chiroyli qilib narxlarni yoritib beramiz uka. Xudo xohlasa. Mollar chiroyli qilib narxlarni yoritib, narxlarni nima qilib chiroyli qo'yib beramiz. Yemog'iga, ichmog'iga tanasi kasallik bo'lsa, javob beramiz uka. Xudo xohlasa. Ha. Xo'p, tarvon bilan yashil tashqari. Dastlabkamiz O'zbekiston bo'yicha bor. Vodiyga besiplarning vohalarga kelishamiz. Kelishgan holda xolos. Kelishgan holatda chiqadi xudo xolasa. Chiqadi. Gap yo'q. Mana aka-ukalar, bir boshdan qaysi tomondan ketamiz aka? Xo'p, qaysi tomonga ketsa, shuni 3 boshlikdan boshlaylikmi aka? Nima deysiz? Menga yangiligi. Bu narsa menga yangilik. Qarang uka. Bitta men bunga qiziqib qolganim sababi mana bolasi. Mana onasi. Qonida ham bor. Kuragi ikkita hali to'liq chiqargan. Gap yo'q. Novvosni ham zo'r bergan ekan. Novvosni ham vaqti, novvosi ham o'z bilan narsa bo'ladi. Bitta tema deydi. Mana kallalar mana. O'ng qarang. Boshlari xudo xolasa sifatli. Hamma yo'g'i. Xudo xohlasa. Gap yo'q. Xo'p, novvoscha necha oylik endi? Yoshiga yetmagan, ha? Yetmagan novvoscha. 43 qochganda. Gap yo'q. Ammo sifatlari yaxshi xudo xolasa. Xudo xolasa o'lchamini qilib, endi Dostonbek bittasini aytibdi. Men endi chiqarishim. Misol, ikkitasini jupaganman, dona aytib turib, keyin jupiga ham aytib beraman. Iloji bo'lsa jup uraylik, aka. Bitta aytaylik, yakkalabga so'raganiga kelishaveramiz, telefon qilasiz. To'g'rimi aka? Keling, mana novvoschani mana ko'rib qo'ysin bitta. Xudo xohlasa. Xo'p. 1.18, 1.15 plus yo'sin. 15 plusga. 15 plusiga. Novvosam o'ta go'zal ekan, qarang.
shvet Sifatlari turmas. yaxshi, xudo xohlasa. Nima edi qiladi? Mendan olsam uncha bilmayman, qanaqa nimalarni tushunmayman Xo'p, aka-ukalar mana 4 son pachka, xudo xohlasa bu. Go'zalligini qarang, molni. Bu eni ham Qirg'iziston paroda, bu ham Qirg'iziston paroda shekilli. Aka qarang bir xilda. Shunaqa Qirg'iziston paroda. Qirg'iziston paroda shvetslardan, xudo xohlasa, Qirg'izistonning mahalliy shvetlardan, xudo xohlasa bu tonnaga boradigan, sifati yaxshi bo'ladigan. Boshqa mavzuga xudo xohlasa. Gap yo'q. Xo'p, enasini ham ko'rsatsak, 7 oylik bo'g'oz, ikkinchi qoringa. Eng qiziq joylari buni kuraytishida bo'lyapti, aka. Yoshligi. Buni bitta o'lchab beraman uka. Keyin tog'iga aytaman, keyin jupiga aytaman uka. Bo'laveradi. Xullas haligi yakkalabga ham kelishadigan joyi bor ekanda buni. Ashaqa uka. Xo'p uka, 1.27 ekan, 1.25 pilusiga olsin uka. 25 piluska xudo xohlasa. Mo'lari ham uka, bitta temada, mo'la ham qarang. So'skalarini qarang. 4 ta joyda mana. Ba'da 4 joyda uka. Bu kinniklarigacha Mana bolani qarang kattani. bola qo'lga tegadi. Pastga tushib qo'ygan uka. Zo'r. Endi keling bitta tishini ko'rsatib qo'yish etiga. Chiqdi. Gap yo'q. 2 kura. Xohlasa 2 kura. Aka-ukalarmi? Xo'p. Uka qarang. Bolaga 24 million narx aytaman. Enasiga 33 million narx aytaman. 33 million. Ha. Endi ikkalasini hisoblasak, 57 million bo'lyaptimi? Necha? 33 ga 24. Aha. 33 ga ga 24, 57 bo'ladi. 57 bo'lyapti. Agar donasiga oladigan bo'lsa shuna, jupiga olsa 56. 56. Ha. Gap yo'q. Kelishadigan joyi bor Ha, ham. bu qarang, enani ham qarang-da, bu idishni ham qarang. Zo'r. Mana xudo xohlasa, bu qarang. Hali xonajin yurib pishishni qarang, u chandirdi qarang. Mana shu bolani katta qilgan ekan, tug'ib o'ylab qo'y, qanaqa mol tushishini ko'rib qo'yish. Endi aka qarang, misol, mana kuzgacha men 55 million, 60 millionlik bo'ladi demayman, lekin aka kuz ichi boqadigan bo'lsa, xudo xolasa bir 40 millionga yarasha go'sht qiladigan novvos bo'ladi-da. Enasini pulga yutar. Ashida. Ungacha bu bolasi tug'ilib qolsa, pilusda, xudo xolasa. 7 oyga beraman aka. Gap yo'q. Mana narxi ham osmondan kelmadimi? 60. Yaqin qilibdi, imkon darajasida. 60, boshqa narsalar yo'q aka. Zo'r. O, manadan ham bitta ko'rsatib qo'ysa, so'ylarini kelibdi. Mana aka, soskalari ham to'rt joyda uzun-uzun, xudo xolasa yuvosh, sifatli, yaxshi. Qirg'iziston paroda shved chiqib bozoriga bo'ldi. Xo'p, bu yoqda endi birinchi qorin. Shvedlarning birinchi qorinlarimiz. Uka, mana molimiz 4 oylik bo'g'oz. 4 oylik. Bo'ylaringa bo'y tumor deganlariga. Bo'yi 1.25 ga olish bo'lsin uka. 25 ga. Aha, bo'yi 25 ga olsa. Tishini ko'rsatib qo'ya bitta. Bo'zak mana. Bo'zak ishda. Bo'zak ishda uka. Xudo xohlasa. Turuvlardan. Bo'zak ishda bu. Mana sifatlari xudo xohlasa. Yuvoshlari hamma yo'q joyida uka. E'tiboshi. Shu ozgina tulovda mana shunday silliq bo'lib ketadi, xudo xolasa ko'ryapsizlar. Ozgina joyi qolgan bir 20% joy. Xudo xohlasa shunaqa. Mana. Bitta ko'rsating. Keyin pulni aytsak. Voy joning sog' bo'lganda qarang. Turuviga pul berish bo'lsa. 4 oylikka dedingizmi? 4 oyga beraman aka. 4 oy. Xolasa sho'pirim turib turadi uyga bo'lgan. Sho'pir turib turganda nima qilib olsa ham mayli. O'zingiz bo'lsa. O'zingizning. Ha, doktorni chaqirib turib, xudo xolasa. Gap yo'q. Xo'p aka, nech pul dedingiz unga? 27,5 million kam. 27,5 kelishadigan joyi bor, xudo xolasa. Zo'r. Mana shu vetimizga qarang. Joning sog' bo'lgan, mashallah. Bu ekanlikda bu, qarang. Xudo xolasa. 4 son. Pachka. Necha oylik? Xo'p, bumi? 3 oyga beraman aka. 3 oy sonini olishaveradi. O'zi videosi bor. Sifatlari yaxshi, xudo xolasa. Endi buni bitta o'lchab beradi ukajon. Hamma yo'q o'lchamida buni. Tek turgan. Nech? Xo'p. 1.29 ekan. 1.25 pilusiga olsin. 25 piluska. Ha. Gap. Qonday bolasi 3 oylik. Endi tishini ko'rsataman keling ukajon. Nima deyapti bo'zak? Bu ham bo'zak ichida. Bo'zak ichida xolasa. E'tiboshlari sifati hamma yaxshi Orqalarini holatda. ko'rib qo'ying. Pachka narsa, xudo xolasa ko'rar.
Boqib maza qiladigan. Zo'r. Sasoylari ham zo'r, chiroyli, xudo xolasa uka. Oyoqlariga baho bering, polvonligiga. Ko'ti ham past emas uka. Kallalari maqa savayski shvet uka. Xudo xolasa. Xo'p aka, bunimizga 28,5 million kammi? 28,5. Kami bor. 1 million farq qilyaptimi u bilan? Ha. Bir joyga olsa olsa 1-2 so'mga qaramaysiz. Ikkalasini bir joyga bosadigan bo'lsa aka. Bir joyga bo'lsa 1-2 so'mga qaramayman, beraman. Ne gap. Shalpan qulog'idan, oq quloq tumshug'idan. Shvedda 100 talik pochkasidan olaman deganlarga Oyoqlariga. oyoq qo'liga, mana o'zinglar bitta e'tibor berib qo'yinglar. 4 so'm pachka. Xudo xolasa sifati zo'ridan. Zo'ridan uka, xudo xolasa. Gap. Xo'p, buni bo'g'oziga 2,5 oyga beraman. 2,5 oy. Bo'yini o'lchab beraman uka. 2,5 oylik bo'g'oz. Bir 33. 1.30 pilusiga olsin. 30 pilusda. Pilusiga olsin. Gap. Kurayni bitta ko'rib qo'yamiz ukajon. Kuray qanaqa ekan? Ikkita ekan uka. 2 kilo. Ikki kilo. Hasa. Hamma yo'q joy-joyda ekan, mana xudo xolasi. Mana bitta ko'tlarni ko'rsatib berdi ukajon. Mana bunday qilib. Mo'g'ay, mo'g'. Orqalari ham korobka. Mana orqalarini ko'rsatib. Yo'q, idishlari sifati Polvonliklari qanaqa deganlarga mana. Xudo xolasi. O'zinglar bitta bahosini berib qo'yinglar. Go'zalligi. Mol, polvon mol uka. Aka, endi pulini ham buni yengil qilib aytib berasiz. 30 million 500 ming. 30 million 500 ming. 500. Kelishadigan joyi bor. Kelishib beramiz ukajon, xudo xolasi. Kelishmagan narsani o'zi yo'q. Mana aka, xudo xolasa sifatiga arziydi. Uni aka qisir qochmaganini ham shu pulga olishyapti, to'g'ri gap. To'g'rimi? Vaqt kelsa o'zimiz ham sotdikmi? Ashara, vaqti so'zini sotyapmiz. Endi tayyor bo'g'oz kelib qopti, sizga yengil kelibdi, Birinchi yengil. videoyimda ham ikkinchi videoda insof bilan sotyapman. Insof bilan aytyapman. Ko'pchilik rahmat ham aytyapti. Telefon qilib daji nima erinmasdan aka rahmat shunday keting. Iloyim deb aytishyapganlarni ko'ryapmiz. Joni sog' bo'lsin aka. Xudo xolasa. Mana Ketin shu negativlar endi nima qilamiz? bo'p turadi bunaqasi. Meva daraxtga tosh otadi hammasi. 1.32 ke. 1.30 plus yo'sin uka. Filus. Mol ikkinchisiga bo'g'oz. Ikkinchi qo'linga. Necha oylik? 4 oydan 4,5 oylik 4 oyga beraman. 4 oy hisobini olishaveradi. Tishini bitta ko'raylik ukajon. Hamma yo'g'ini ko'rdik. Endi hamma yo'g'ini ko'rgani tishda qolyapti. Nechta? To'rtta. 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 Mana bo'zachishdi. Gap yo'q. 4 yurak. Ikkinchi qoringa. Ikkinchi Soskalari uzun-uzun. Mog'ari, so'sga. Boshlari ham yaxshi, xudo xolasa. Sasolari mana mog'ari. Mana mog'ari. Zo'r. Sasolari. Chandirlar ham zo'r ekan, chandiri ham eng qizg'anati. Liniya chiziqlari, Chandir sifatlari qanaqa deganlarga xudo xolasa behijolat. Tepa liniyalari ham. hamma yo'g'i joyida uka, xudo xolasa. Mollarni guli. Xo'p aka, necha oylikka beraman desa ikkinchi qoringa 4 kilo. 4,5 oy 4 oyga beraman. Pulga keladigan bo'lsa 29,5 kamim bor uka. 29,5. Ha, kami bor uka, xudo xolasa. Kelishadigan joyi bor, xudo xolasa. Ha, xudo xolasa kelishadigan Mana joylari bor. 29,5. Oq quloq, oq tumshuq, pachka, oyoq qo'li uzunidan, sifati zo'ridan. Xudo xolasa aka, bugungi shular. Ha, bugungi shular xudo xolasa uka. Xo'p, mollarimizni bugungi shular. Gaplarimizda kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman birinchi o'chirtda. Ikkinchi o'chirtda uka telefon qilish o'rni musofirdagilar WhatsApp, Telegram, imo telefon qilish o'rni 24 ga 7. U nima degan? Qay vaqtda telefon qilsa javob beraveramiz. Ishimiz shu. Ha, telefonimiz Wi-Fi da turadi internetda. Javob beraveramiz. Ikki bunaqa bitta like bosib qo'yish esdan chiqmadi hech qaysi. Zo'r. Odam. Bugungi shular, aka-ukalar endi hozir yemoq-ichmoqni videoda boshiga joylab ko'rsatib ketaveramiz.